Mana bu videodagi kapotga e'tibor beringlar. Bu hammasi zvyozniy neba bo'lib ketgan. Hamma yog'i skol bo'lib, qirilib chizilib ketgan. Bu nimadan bo'ladi? Buni birinchi bo'ladigan sababi katta mashinani, shag'al ortilgan mashinani orqasiga bilmasdan tushib qolsangiz, tosh otadi. Ikkinchisi, yomg'irli kunlarda har xil mashina toshlanib otadi, bulardan bo'ladi. Uchinchisi, endi dushmaningiz bo'lsa, qirib chizib qo'ysa, o'sha narsalar mana shunaqa mashinani vidini dabdala qilib buzib tashlaydi. Bu narsani yechimi O'zbekistonda deyarli sanoqli. Buni mutaxassis zo'r ustalari kam. Men bilgan ustalar ham shu bitta, ikkita bor, endi qidirib topganlarim. Endi bu narsani bo'lmasligini nima qilish kerak buning uchun? Bu narsa bo'lmasligi uchun mashinani oldini, kapotini broneplyonka bilan o'rashingiz kerak. Kapotini, krilosini, tosh tekadigan joylarini. Bu kapotni almashtirgandan ancha arzonga tushadi. Masalan, Gentra'ni oladigan bo'lsangiz, zavodskoy kapot qo'yadigan bo'lsangiz, bunga bir 600-700 dollar plyus ketadi. Undan ko'ra 150 dollarga kapotini bron bilan o'rab qo'ysangiz, shu bilan bo'ldi, masala hal. Bu xuddi bir telefonni chexolini o'rab, laminatsiya qilib 5 yildan keyin yechsangiz, yangi telefon turgandek gap. Shu yo'l bilan mashinangizni saqlashingiz mumkin. Shunaqa ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish uchun menga obuna bo'ling. Men sizga issiq tandirdan uzgandek sizga yetkazib turaman. Bitta like bosib qo'yasiz yoqqan bo'lsa.